7-sinf jahon tarixi darsligi 2022-yil nashri. 5-mavzu Muqaddas Rim imperiyasi. Germaniya qirolligi. Karolinglar sulolasining Sharqiy Frank qirolligidagi boshqaruvi 911-yilda yakun topadi. Bu paytga kelib, qirol hokimiyati zaiflashib qolgan edi. Mahalliy zodagonlar 919-yili gersoglardan eng qudratlisi bo'lgan Saksoniya gersogi Genrixni Sharqiy Frank davlati hukmdori etib saylashadi. Bu sana Germaniya qirolligi paydo bo'lgan yil hisoblanadi. Demak, Germaniya qirolligi paydo bo'lgan yil 919-yilga to'g'ri keladi. Bu paytga kelib, Germaniyaga shimoldan normanlar, janubdan ko'chmanchi vengerlar hujum qilib turgan. Uzoqni ko'zlab, aql bilan ish boshlagan Genrix I mamlakatni kuchaytirishga harakat qiladi. Vengerlar bilan 9 yilga tinchlik sulhi imzolab, kuchli qo'shin tuzishga kirishadi. Kuchli otliq qo'shin tuzishga kirishadi. Uning buyrug'iga binoan qishloqlardagi har 9 xo'jalikdan bittadan kishi jangchilikka tayyorlanish uchun burglarga, ya'ni qal'alarga ko'chiriladi. Shu zaylda otliq qo'shin kuchaytirilib, Genrix Ining vorisi Otton I 955-yili Lex daryosi sohilidagi jangda vengerlarning otliq qo'shinini yengadi. Shundan so'ng vengerlar o'z hujumlarini to'xtatib, o'toq turmush tarziga o'tadilar. Xristianlikni qabul qiladilar hamda nemislarning ta'siriga tusha boshlaydilar. Keyinchalik venger feodallari nemislarning slavyanlarga qarshi olib borgan kurashlarida bir necha marta ittifoqchi bo'lganlar. Demak, takrorlab olamiz. Germaniyaga shimoldan normanlar, janubdan ko'chmanchi vengerlar hujum qilib turgan. Vengerlar bilan Genrix I 9 yilga tinchlik sulhini imzolaydi, kuchli otliq qo'shin tuzishga kirishadi. Genrix Ining vorisi Otton I esa 955-yili Lex daryosi sohilidagi jangda vengerlarning otliq qo'shinini yengadi. Keyinchalik venger feodallari nemislarning slavyanlarga qarshi olib borgan kurashlarida bir necha marta ittifoqchi bo'lganlar. Muqaddas Rim imperiyasining tashkil topishi. Vengerlarni mag'lub etgan Otton I eng qudratli qirolga aylanadi. U qirollik unvoniga qanoatlanmay 962-yili Italiyaga yurish qilib, Rim papasi Ioan 12 tomonidan imperator deb e'lon qilinishiga erishadi. Otton I asosiy e'tiborini sharqqa emas, balki Italiyaning janubiga qaratadi. Chunki Italiya German imperatorlarining dunyoga hukmron bo'lish rejalarida asosiy o'rin tutar edi. Buyuk Karl kabi Otton ham o'z imperiyasini Rimning davomchisi deb hisoblab, uni Rim, keyinchalik Muqaddas Rim imperiyasi deb atagan. Buni yodda saqlang. Muqaddas Rim imperiyasi 962-yildan 1806-yilgacha hukm surgan. Xristian katolik cherkovi homiyligi ostida bo'lgani uchun unga muqaddas nomi berilgan. Takrorlab olamiz. Otton I 962-yilda Italiyaga yurish qilib, Rim papasi Ioan 12 tomonidan imperator deb e'lon qilinishiga erishadi. Otton I asosiy e'tiborini sharqqa emas, balki Italiyaning janubiga qaratadi. Imperatorlar, ayniqsa Otton Ining nabirasi Otton III o'z hokimiyati ostida butun xristian dunyosini birlashtirish orzusida bo'lgan. U Rimni muqaddas imperiyaning doimiy poytaxtiga aylantirishga harakat qildi va hatto qadimgi Rim imperatorlari saroyi o'rniga o'ziga saroy qurdiradi. Biroq rimliklar unga qarshi bosh ko'tarib chiqishadi va imperator saroyini qamal qiladilar. Shundan keyin Otton III
Rimda qolishdan qo'rqib, Ravennaga ko'chib o'tadi. Muqaddas Rim imperiyasida hech qachon hukumat o'tiradigan doimiy bitta poytaxt bo'lmagan. Bu paytda imperiya tarkibiga Germaniya va Shimoliy Italiya kirgan, ammo imperatorlarning Italiyadagi hokimiyatlari zaif bo'lganidan barqarorlikni ta'minlash uchun har bir yangi qirol bu yerga yurish qilib, Rimda imperatorlik tojini kiygan, hokimiyat ramzlarini qabul qilgan. Qaytarib o'taman. Otton III o'z hokimiyati ostida butun xristian dunyosini birlashtirish orzusida bo'lgan. U Rimni muqaddas imperiyaning doimiy poytaxtiga aylantirishga harakat qildi. Hatto qadimgi Rim imperatorlari saroyi o'rniga o'ziga saroy qurdiradi. Biroq rimliklar unga qarshi bosh ko'tarib chiqishadi. Shundan keyin Otton III Rimda qolishdan qo'rqib, Ravennaga ko'chib o'tadi. Muqaddas Rim imperiyasida hech qachon hukumat o'tiradigan doimiy bitta poytaxt bo'lmagan. Madaniy yuksalish. Otton I davrida Germaniyada madaniy yuksalish boshlanadi. Bu odatda Otton uyg'onish davri deb ataladi. Imperator saroyida adabiy faoliyat keng olib boriladi. Qo'lyozmalar tayyorlanadi. Skriptoriya, ya'ni ustaxonalar ochiladi. Lotin tilini o'rganish rivojlanadi. Otton Ining o'g'li Otton II Vizantiya malikasiga uylanib, Vizantiya bilan madaniy aloqalarni mustahkamlashga hissa qo'shadi. Mamlakatda o'g'il va qiz bolalar maktablari paydo bo'ladi. O'qituvchilar orasida bilimdon rohib Gerbert ajralib turardi. U bo'lajak qirol Otton IIIga ustozlik qiladi. Takrorlab o'taman. Otton I davrida Germaniyada madaniy yuksalish boshlangan. Otton Ining o'g'li Otton II Vizantiya malikasiga uylanib, Vizantiya bilan madaniy aloqalarni mustahkamlashga hissa qo'shadi. Mamlakatda o'g'il va qiz bolalar maktablari paydo bo'ladi. O'qituvchilar orasida bilimdon rohib Gerbert ajralib turardi. U bo'lajak qirol Otton IIIga ustozlik qiladi. Tarixiy mushohada. Zamondoshlari dunyo mo'jizasi deb laqab qo'ygan Otton III davrida tantanali saroy marosimlari ishlab chiqilgan. Imperator hokimiyatining timsollari toj, but shakli solingan oltin shar, saltanat hassasi yaratilgan. Demak, hokimiyatning timsollari toj, but shakli solingan oltin shar, saltanat hassasi Otton III davrida yaratilgan. Davlat va cherkov munosabatlari. Imperatorlar o'z faoliyatida nemis cherkovi ko'magiga tayanganlar. Unga homiylik qilish bilan birga nazoratda ham ushlab turganlar. Cherkovga ko'plab yer mulk va imtiyozlar berilgan. Shuningdek, hukmdorlar o'zlariga sodiq bo'lgan ruhoniylar orasidan episkop va abbatlarni tayinlaganlar. Imperatorlar hatto Rim papalarini tayinlab, kerak bo'lsa ularni chetlashtirganlar. Shu tariqa cherkov qirollik xizmatiga o'tkazilgan va uning asosiy tayanchiga aylangan. Imperatorlarning cherkovni davlat apparatining bir qismiga aylantirishga urinishlari ko'p o'tmay uning kuchi dunyoviylikdan yuqori deb hisoblagan papalarning noroziligiga sabab bo'ladi. 11-asrdan papalar xristian cherkov ustidan nazoratni qayta qo'lga olish uchun imperatorlarga qarshi kurash boshlaydilar. Xristian dunyosiga hukmronlik qilish uchun imperator va papalar o'rtasida uzoq davom etgan bu kurash imperiyaning zaiflashib borishiga olib keladi. Takrorlab o'tamiz. 11-asrdan papalar xristian cherkov ustidan nazoratni qayta qo'lga olish uchun imperatorlarga qarshi kurash boshlaydilar. Tarixiy yon daftarchangizga kiriting. Otton I Rimda ko'plab yepiskoplar ishtirokida o'ziga ma'qul kelmagan papalardan birini sud qilib,
lavozimidan chetlashtirgan. Otton uch esa o'zining ustozi rohib Gerbertni Silvestr II nomi bilan Rim papaligiga saylanishiga erishgan. Manbalarda yozilishicha, Gerbert kambag'al oiladan bo'lib, bilimga chanqoqligi tufayli arablar Ispaniyasidagi Qurdoba, ya'ni Kordova va Ishbiliya, ya'ni Sevilya shaharlariga borib tahsil olgan. Imperator xonadoniga yaqinlik unga arxiyepiskop, so'ng papalik lavozimlariga yo'l ochadi. Qaytarib o'taman. Otton uch o'zining ustozi rohib Gerbertni Silvestr II nomi bilan Rim papaligiga saylanishga erishgan. Otton bir esa Rimda ko'plab yepiskoplar ishtirokida o'ziga ma'qul kelmagan papalardan birini sud qilib, lavozimidan chetlashtirgan. Papalardan birini hamda Otton bir, bu yerda ikkalasida ham bir bor. Shunday qilib eslab qolsak bo'ladi. Otton bir o'ziga ma'qul kelmagan papalardan birini sud qilib, lavozimidan chetlashtirgan. Gerbert Qurdoba hamda Ishbiliya shaharlariga borib tahsil olgan. Feodal tarqoqlik. Har bir yangi qirol imperatorlik tojini kiyish uchun Rimga safar qilishni zarur deb bilgan. Ko'pincha bunday safarlar uzoq davom etgan urushlarga aylanib, qirollar uzoq vaqt Germaniyani tark etishlari kerak bo'lgan. Masalan, 996-yilda Rimga borib toj kiygan imperator Otton uch o'z hayotini Rim imperiyasini tiklashga bag'ishlab, shu yerda umrbod qolishga qaror qiladi. Imperatorning uzoq vaqt Germaniyada bo'lmaganligi yirik feodallarning mustaqillikka intilishi kuchayishiga va sulolaviy nizolarga olib keladi. Takrorlab o'taman. 996-yilda Rimga borib toj kiygan imperator Otton uch o'z hayotini Rim imperiyasini tiklashga bag'ishlab, shu yerda umrbod qolishga qaror qiladi. Bu esa yirik feodallarning mustaqillikka intilishi kuchayishiga hamda sulolaviy nizolarga olib keladi. Saksoniyaliklar sulolasiga mansub bo'lgan oxirgi imperator Genrix II 1014-1024 ancha ehtiyotkorlik bilan siyosat yurgizadi. U Italiyadagi katta feodallar va shaharliklarning o'ziga vassalligi bilan kifoyalanadi. O'zi esa Germaniyada yashab, turli yon berishlar orqali nemis gersoklarini itoat ettirib, 1018-yilda Rimda imperator sifatida toj kiyadi. Ko'p o'tmay, yangi imperator Germaniyaga qaytib keladi va Italiya shaharlarini nemis yepiskoplari boshqara boshlaydi. Uning vafotidan so'ng Italiyaning asosiy qismi nemis qirollari tasarrufidan chiqib ketadi. Qaytarib o'taman. Saksoniyaliklar sulolasiga mansub bo'lgan oxirgi imperator, demak Saksoniyaliklar sulolasiga mansub oxirgi imperator Genrix II ancha ehtiyotkorlik bilan siyosat yurgizgan. U Italiyadagi katta feodallar va shaharliklarning o'ziga vassalligi bilan kifoyalanadi. 1018-yilda Rimda imperator sifatida toj kiyadi. Uning vafotidan so'ng Italiyaning asosiy qismi nemis qirollari tasarrufidan chiqib ketadi. Siyosiy taraqqiyot. 1137-yilda Germaniyada Shtaufenlar sulolasi hokimiyat tepasiga keladi. Uning eng taniqli vakili Friedrich I Barbarossa edi. Uning yillari 1152-1190. Uning davrida muqaddas Rim imperiyasi siyosiy jihatdan o'zining eng yuqori cho'qqisiga va harbiy qudratiga erishadi. Friedrich I jasur va shafqatsiz sarkarda bo'lishi bilan bir qatorda iqtidorli siyosatchi, davlat boshqaruv ishlarini juda yaxshi o'zlashtirgan hukmdor edi. Friedrich I Vengriya, Chexiya, Polsha, Daniya qirollariga o'z hokimiyatining ustunligini tan oldirishga erishadi. Takrorlayman. Friedrich I Vengriya, Chexiya, Polsha va Daniya qirollariga o'z hokimiyatining ustunligini tan oldirishga intiladi. Hatto Angliya va Fransiyadan ustunlikka erishishni orzu qiladi.
Imperator turli diplomatik usullar orqali Germaniyadagi gersog va graflarning o'zaro urushlariga chek qo'yib, mamlakatda tinchlik o'rnatish hamda imperiya hududlarini kengaytirishga ham erishadi. Dastlab Friedrix I diqqat e'tiborini salib yurishlari tufayli boyib ketgan Italiya shaharlariga qaratadi. U yerlarga 5 marotaba yurish qilib, o'z hokimiyatini o'rnatishga intiladi. Imperatorga Rimda shahar aholisi va papa o'rtasida boshlangan kurash qo'l keladi. Bundan foydalangan Friedrix I 1155-yilda Rimga borib toj kiyadi va imperator deb e'lon qilinadi. Imperator Italiyani batamom bo'ysundirish va o'ziga tobe viloyatga aylantirish siyosatini yurita boshlaydi. 1158-yilda katta qo'shin bilan yurish boshlab, Italiyaning shimoliy shaharlarini bo'ysundiradi. Ammo Milan shahri boshchiligida Lombardiya shaharlari bosqinchilarga qarshi qo'zg'olon ko'taradi. Friedrix I qo'zg'olonni bostirish davomida Milan aholisini qatl ettirib, shaharni vayron qiladi. Lekin Milan 12-asrning 60-70-yillarida qayta tiklanib, yangi jangga hozirlik ko'ra boshlaydi. 1176-yilda Lignano jangida imperator qo'shini italiyaliklardan mag'lubiyatga uchraydi. Friedrix I Shimoliy Italiya shaharlariga erkinlik huquqini berishga va mustaqilligini tan olishga majbur bo'ladi. Italiyaning shimolidagi katta yer mulklar qo'ldan ketgan bo'lsa-da, Friedrix Ining o'g'li Genrixni Sitsiliya malikasi Konstansiyaga uylantirish orqali Sitsiliya orollaridan tashqari Italiyaning janubiy qismini ham o'z ichiga olgan kuchli qirollikni qo'lga kiritadi. Keyinchalik uning vorislari Sitsiliyada qolib, shu yerdan turib imperiyani boshqara boshlaydilar. Bu esa Germaniyada nemis gersoglarining o'zboshimchaliklarini kuchaytirib, sulolaning inqirozini tezlashtiradi. Endi takrorlab olamiz. Friedrix I diqqat e'tiborini dastlab Italiya shaharlariga qaratadi. U yerlarga 5 marotaba yurish qiladi. Friedrix I 1155-yilda Rimga borib toj kiyadi va imperator deb e'lon qilinadi. 1158-yilda katta qo'shin bilan yurish boshlab, Italiyaning shimoliy shaharlarini bo'ysundiradi. Ammo Milan shahri boshchiligida Lombardiya shaharlari bosqinchilarga qarshi qo'zg'olon ko'taradi. Friedrix I qo'zg'olonni bostirish davomida Milan aholisini qatl ettirib, shaharni vayron qiladi. Lekin Milan 12-asrning 60-70-yillarida qayta tiklanib, yangi jangga hozirlik ko'ra boshlaydi. 1176-yil Lignano jangida imperator qo'shini italiyaliklardan mag'lubiyatga uchraydi. Friedrix I Shimoliy Italiya shaharlariga erkinlik huquqini berishga va mustaqilligini tan olishga majbur bo'ladi. Friedrix I o'g'li Genrixni Sitsiliya malikasi Konstansiyaga uylantirish orqali Sitsiliya orollaridan tashqari Italiyaning janubiy qismini ham o'z ichiga olgan kuchli qirollikni qo'lga kiritadi. Keyinchalik uning vorislari Sitsiliyada qolib, shu yerdan turib imperiyani boshqara boshlaydilar. Bu esa Germaniyada nemis gersoglarining o'zboshimchaliklarini kuchaytirib, sulolaning inqirozini tezlashtiradi. Tarix fanidan sifatli tayyorgarlik ko'rishni istasangiz, onlayn kurslarga qo'shiling.